ketdi. Havoda qolib ketdi zarba. Hozircha kuzatish holatda ikki sportchida ham. O'ng qo'l zarbasi o'xshamadi Isroilovda. Yana hujum chap qo'lda tuta oldi. Yuziga tegdi chap qo'l zarbasi. Yana chap qo'lga to'g'rilayapti. Isroilov o'ng qo'l zarbasi bu safar. O'rozaliyev. O'ng qo'l zarbasi davom etyapti zarbalar. 3-nuqta yerga tegdi, hisob ochiladi hozir. Hisob ochiladi. Isroilov mana shunday boshladi. Dastlabki daqiqada bitta knockdown holati. Yana o'ng qo'l, lekin mana bu O'rozaliyev ham zarba yo'lladi, bosim qilyapti Isroilov. Zarbalar yana knockdown, ikkinchisi. Bu ketishda uchinchisi ham uzoq turmaydi. Aftidan. Yon tomonlama zarba kerak emas, to'g'ridan zarba yo'lladi deb ko'rsatma berdi Isroilovga murabbiylari. O'ng qo'l, lekin mana bu O'rozaliyev ham zarba yo'lladi. Egilib olyapti O'rozaliyev, tuta olyapti. Bo'ldi. Jang yakunlandi do'stlar. Texnik nokaut. Boburjon Isroilov g'alaba qozondi. Uni g'alaba bilan tabriklaymiz. Pro boksdagi debyut jangi.